Assalomu alaykum, avtosel podpischiklari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun Xudo xolasa yangi yilni ilk kunlarida sizlarga Nasiya savdo, ya'ni Dagor varianti asosida 3 dona Matiz qo'yib beramiz. Xudo xolasa zo'r bahoda bo'ladi. Ko'pchilik Nasiya savdo mashin so'rab edi. Bank aralashtirmanglar, iloji boricha o'zingizdan chiqarib bersangizlar bizlar uchun zo'r variant edi. Yana sizlar uchun topdik. Videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa shunday mashinalarni ko'p chiqarib beramiz. Qaranglar. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qolgan ma'lumotlarni o'sha yerga kelib o'zingiz olaverasizlar. Bo'lmasa, musofirda yurgan og'alarimiz odam bo'lsa, WhatsApp, Telegramimiz orqali bog'lanib turib, ma'lumot olib, kelib xaritada bosalar bo'ladi. U yandagilarni yuvarami, boshqa ta'min xullas. O'zingizdan ishga o'rnatmoq qilgan odam bo'lsa, xaritada berasiz. Qaranglar. 2010-yil qaymoq svet 3 portion Matizimiz metan gazi bor, ballonlari toza qo'yilgan. Aynan hadovoy motor yechirindi, ishi yo'q. Tayyor sosteniyada mashinani o'zini naq pula bahasi 35 million so'm. 35 million so'm aytib beramiz. Agar Nasiya savdo olaman desangizlar, boshlang'ichini 10 million o'zimizga berasizlar, qonunni 2 yil mobaynida olaman desangizlar, oylik to'lovi 2 million 100 ming so'mdan chiqadi. Keyingi Matizimiz 2009-yil best bo'ladi. Mana ballonlari toza qo'yilgan, rasxoti yo'q, hadoviy motorlari zo'r sosteniyada, oq rangda 2009-yil. O'zini bahosini keladigan bo'lsak 34 million so'm, eldidan 10 million bersangizda oylik to'lovi 2 million so'mdan 2 yil muddatda chiqadi. Keyingi Matizimiz bu Nasiya savdoga emas, avtokredit varianti asosida olsangizlar bo'ladi. Bu mashinamizda boshlang'ich to'lovini где-то bir 5-6 million so'mlar bo'ladigan bo'lsa, qonunni avtokredit asosida 3 yilgacha rasmiylashtirib olsangizlar bo'ladi obunachilarimiz. Mashinalarimizning sosteniyalari zo'r, tayyor. Bu Matizimiz 2018-yil eng oxirgi ishlab chiqargan variantlaridan benzinda 30 ming kilometr yurgan kraskasi ratno, endi ozgina zang chiqqanlari bor, ishlatib qarashtirib berib olaverasizlar. O'zini bahosini oladigan bo'lsa 42 million so'm obunachilarimiz. Menimcha zo'r narx. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Mashinalarimiz sizlarni qiziqtiradigan bo'lsa, avtosiylarga kelaverasizlar. To'liqroq ma'lumot kerak odam bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. WhatsApp, Telegram orqali bog'lanib turib, ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Hammalaringizni avtosiyada kutib qolamiz. Bemalol kelaverasizlar. Boshqa har xil turdagi mashinalarimiz bor. Gentra, Nexus, Cobalt, Malibu, Spark, hammalaringizni kutib qolamiz. Kelaverasizlar.